Hurmatli do'stlar, sizlar bilan Shahabbos. Bugun sizlar bilan testlar.verkel.app saytidan qanaqa qilib Telegram quiz bot yasashni birgalikda ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan vositalardan biri bu Botfazer orqali bitta bot yasab olishimiz kerak bo'ladi. Keling, bot yasaymiz. Mana testlarim robot deb nomlangan bot yasab oldim. Endi buni bizga bergan IPI tokenni olamiz. Va mana bu yerda keltirilgan token qatoriga olib kelib qo'yamiz. Bu yerga esa siz o'zingiz agar o'zingiz test yubormoqchi bo'lsangiz, mana bu yerga o'zingizni user ID'ingizni qo'yishingiz mumkin. Bu user ID'ni bilish uchun user info botga shunchaki start tugmasini bosishingiz yetarli. Yoki biror so'zni yozsangiz, tez fursatlarda sizga mana start komandasi bilan bo'lar ekan, sizga o'zingizni user ID'ingizni beradi. Bu user ID'ingizni mana bu qatorga qo'yib, saqlash tugmasini bosib barcha kerakli sozlamalarni saqlab oldik. Ana endi test savollarni yuklash bandiga esa men hozir tayyorlab qo'ygan Excel ko'rinishdagi formatdagi Excel yoki XLS yoki XLSX deb nomlangan faylni yuklashingiz kerak bo'ladi. Excel faylining namunasi quyidagicha. Berilgan Excel namunamizda savol, to'g'ri javob, muqobil javobdan 3 ta bo'lgan ustundan iborat bo'lishi kerak. Bu yerdagi ustundagi har bir qatorga e'tibor qiling. Bu Excel faylimizda ham ma'lumotlar xuddi shunday tartibda amalga oshirilgan. Savollar, to'g'ri javoblar, muqobil javoblar ko'rinishda amalga oshirilgan. Endi bu quiz result Excel faylini biz mana bu faylga yuklashimiz kerak. Bundan oldin biz Telegram botda yasagan Botfazerda yasagan Telegram botimizga start komandasini bosishimiz kerak bo'ladi. Start komandasini bosdik. Hozircha bu yerda hech qanaqangi testlar kelgani yo'q. Testlarning nazorati to'liq biz yuqorida nomi keltirilgan saytda amalga oshiriladi. Keling, biz Excel faylimizdagi savollar va javoblar qismini tayyorlab olgandan so'ng Excel faylini yuklash qismiga biz tayyorlagan Excel faylimizni yuklaymiz. Yuklash davomida qanaqadir xatoliklar bo'lsa, xatolik haqidagi xabarlar mana bu yerga keladi. Ko'rib turganingizdek 1030 ta savol muvaffaqiyatli yuklandi. Ana undan keyin sozlamalar bo'limi chiqadi. Bu yerda yuborilish kerak bo'lgan savollar umumiy 1030 ta savoldan 5 ta nechta yuborish kerakligi haqidagi ma'lumot. Endi har bir savollar orasidagi vaqtlar farqimizni ham bu yerda keltirishingiz mumkin. Minimal 3 soniya. Keling biz 10 soniya, 9 soniyaga qo'yamiz hamda Telegram botga yuborish tugmasini bosamiz. Bu tugmani bosish orqali mana yuborilmoqda xabari chiqdi. Endi mana start komandasini bosgan biz yaratgan namunaviy botda quyidagicha savollar chiqib kelyapti. Endi e'tibor ko'ring. Mana bu ma'lumotlar orqali to'g'ri javob yechishni boshladi. Savollar orasidagi farq ham mavjud. Ikkinchi savol mana umumiy savollardan berilayotgan savollar. Xato belgilasak ham xuddi shunaqa chiqadi. Endi bitta to'g'ri, bitta xato. Grafik muharrir 3 ta savolga keldi. Mana bittasiga xato, ikkitasiga to'g'ri javob berdik. Ozgina fursat o'tib, bu yerda bizning natijamiz chiqib keladi. E'tibor qiling. Vaholanki bizning natijalarimiz biz yuqorida nomini aytgan veb-saytimizda ham mana bu qismida ko'rina boshlaydi. Mana bu oyna oralig'idan ko'rinadi. Mana ko'rib turganingizdek, ikkita to'g'ri javob berdik. Jami 3 ta to'g'ri javob test bo'lgan, bitta noto'g'ri va umumiy o'zlashtirish ko'rsatkichimiz ham keldi. Testlar natijalari va reytingi haqidagi ma'lumot ham
Xuddi shunday bizga kelib chiqadi. Bu sayt orqali nafaqat odamlarga, o'zingizga, balki Telegram guruhlarda ham testlarni qilishingiz mumkin. Uning uchun o'zgartirish tugmasini bosib, siz bu biz yasagan Telegram botni yoki o'zingiz yasagan Telegram botni test tashkil qilmoqchi bo'layotgan guruhda admin huquqini berishingiz kerak bo'ladi. Hamda mana bu yerga o'sha siz qo'shgan guruhning ID raqamini kiritib, saqlash tugmani bosib, yaratgan namunadagi testingiz orqali savollar soni va uni sozlamalarini bosib, guruhda testni boshlashingiz mumkin bo'ladi. Savollar bo'lsa kutaman. Kutganingiz, eshitganingiz uchun rahmat.